siz o'zingizdan ko'ring. Assalomu alaykum. Murod Baxsh chorshanba oqshomida mana shu bir Alloh yaratib qo'ygan go'zallikni buni odamzod qo'lga yarata olmaydi. Atrofimiz o'rab butun bog'liq. Mana shu joyda, mana shu zaminda 60 yildan beri umr ko'rayotgan Burg'on urug'ini yaqinlari berganmiz. 60 yilda umumiy gap bu. Agar uni oyga ko'paytiradigan bo'lsak, 720 oy bo'ladi. Agar kunga ko'paytiradigan bo'lsak, mana buning o'rtog'i 21915 kun bo'ladi. Yanada turib. Lekin 60 yildan bilan o'zi bo'lmaydi. Biz mana shu o'rinni qiymashlarimiz bor. Büyük qiymashlarimiz olsa ko'pchilik tanlaymiz. 60 yilda nimani ko'rsatadi? Hayotda nima darajaga erishgan bo'lsa shuni ko'rsatadi. 60 kishi bilan maqtanmaysan. Biliming bilan ham maqtanmaysan. Orqangda qolgan ishlaring bilan maqtanmaysan. Bolalaring bilan maqtanmaysan. Farzandlaring bilan maqtanmaysan. Bolalarning nimaligini ko'kraklarga qo'yasan. Bu havo olmaysan. Mana shu darajada mana buni o'rtog'im yetishgan 60 yoshida. Bolalari yaxshi chiqdi, qishloqni ko'rayotganda o'qimishli, o'zlari orasida o'zlari topib ketdi. Do'stlari ko'p. Yaxshi insonlar do'stlik bo'ladi. Bugun mana shu do'stlariga xayr ehson qilyapmiz. Muhammad payg'ambar aytgan ekan. Tog'ishimiz. Lekin tog'ni so'kishimiz. Mana shu jilva millionga mashq jarayonlar bo'ladi. Tog'dan so'kishimiz. Suvdan bitti shamol kuchli. Shamol xohlagan kuyni salaymiz. Shamoldan olov kuchli. Kelgan diyorlarga qirar turibdi payg'ambar. Ulardan kuchliroq narsa bor. Nima deb o'ylaysansa, hammasi o'ylaydi, qo'yadi. Ehson deydi. Mana bu odam ehson qilyapti. Nima deydi? Dasturxon hozir qilgan mehnatni evaziga. Endi davramizga Muhammad akamiz chaqiramiz. Qani keling. Bu tomonlar baribir o'zingizlar bor bo'lar ekan, har qanday sharoitga shu Muhammad akamiz ikki og'izdan so'zga chaqiramiz, kelganimizga. Ana undan keyin bu yerda mana Xorazmdan kelgan mehmonlarimiz bor, xalq tanishlarimiz, vodiylar bor. Xullas O'zbekiston hamma yerda bor. Qani keling. İnson bilan tirikdir, inson muhabbatdir, hayotning boshi. Odamzodga baxsh etadigan odamdagi mehr quyoshi. Assalomu alaykum, hurmatli davramizga yig'ilgan aziz mehmonlar. Zafarjon do'stim, ukajonim juda chiroyli gap gapirdi. İnson hayotda faxr, g'urur hissi bilan yashash kerak. Chiroyli gap gapirdiki, farzandlarim bilan, o'g'il qizlarim bilan faxrlanaman deydi. Ha, qarindosh urug'lar bilan hammasi bilan faxrlanaman.
Men ayniqsa shu ukam bilan faxrlanaman. Bu Manzurxonovlarning davomchisi. No'maxonovlarning davomchisi. Mana Burxonovlarning davomchini yetkazib, mana kelinim bilan qo'sha qarib, yaxshi niyatlarga yetishini olam bor. Ana shu uzumni ota bobolarimizdan qolgan asar aqiqalarni, urf odatlarni, eng asosiy qadriyatni hurmat qilib, ularni esdan chiqarmasdan o'sha joyda obod qilib, ularga dasturxon qotib, duosini olib, o'sha urf odatlarni davom etayotganlar shundan ham faxrlanaman. Hurmatli aziz mehmonlar, biz baxtli insonmiz. Biz tinch hayotda yashayapmiz. Mana shunday kunda, mana ukamni shodiyona kunda yig'ilib o'tiribmizki, men oilam nomidan, mana shu qadrli mehmonlar nomidan bu tasavvur qiling, qanday kartina qarang, qo'sha qilyapti-da, bir-biriga o'xshab ketyapti, qarang. Mana shu ikki baxtiyor yoshga bundan so'nggi umrlarini, mana shu mehnatini hosili bo'lgan farzandlarning orzu havasini ko'rib, mana nabiralarga erishdi, kevralarga erishsin, evralarga erishsin, qo'sha qarishsin. Omad bulardan yuz o'girmasin. Baxt, omad tilayman. Davramiz ochiq, shirin so'zlar bo'lsa marhamat, davramizdan kuy qo'shiq albatta taraladi. Tabrik so'zlar bo'lsa Zafarjonga ushlashirimizlar. Yana bir bor sizlarga omad tilayman. Istayman men xurramlik bo'lsin. Shoh qahqaha bog'lasin qanot, kuy shalola ming yil tuyulsin. Qo'shiq bo'lib tuyulsin hayot, davralarni to'ldirib kuling. Kulgimizdan yangrasin olam, nega kulmas ertangi kunni ishqi bilan yashagan odam. Omon bo'ling, rahmat. Baxt tilayman, omad tilayman. Endi mana o'rtam turibdi, bir yerda o'qib qolgan edi. Omadli erkakning ortida sadoqatli ayol turadi yozib qo'yibdi. Uni yaxshi yomon kunlarida doim shu tirab turgan, xullas suyanchiq bo'lgan. Ana o'sha erkaklar hayotda omadli bo'ladi yozib qo'yibdi. Mana endi so'zni o'ziga beraman. Hurmataydan boshlaymiz. Rahmat do'stlarim. Mehmonlarim, hammalaringizga rahmat. Uzoq yaqindan kelgan do'stlarim, qori birodarlarim, qarindosh urug'larim, xudolarim, hammalaringizga rahmat. Xush kelibsizlar. Juda ham baxtli, biz xursandmiz oilamiz bilan. Hammamiz xursandmiz. Xush ko'rdik hammalaringiz. Yaxshi dam olib o'tiringizlar. Rahmat hammalaringizga kelganlaringiz uchun. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, mezbonlar, qarindosh urug'lar, opa-singillar, aka-ukalar. Dovonlar oshib, necha kilometrlar yurib, yo'l bosib, mana shu joylarga sog' omonlikda, Allohning panohida bo'lib, qimmatli vaqtlaringizni ajratib, bizni hurmatimizni qilib, mana shu fursatchiligimizga sherik bo'laylik deb shu saylgohga tashrif buyuribsizlar. Allohimga hamd sanolar, qadamlaringizga hasanatlar yog'ilsin. Mana shu bugun Shukroydan kunimiz ekan. Men Allohdan so'rardim, umrimizni uzoq qilib berishini. Sababi hali bizni bajaradigan ishlarimiz, ziyoratga boradigan joylarimiz, nevara to'ylar, nevara kelinlar, nevara kuyovlar ko'rishni juda xohlaymizlar. Iloyim, Xudoyim sog' bo'ling. Patron bor edi. Yaratdik biz 3 ta dunyoni, 3 ta olam kashf etdik biz. Ota-onalikni achchiq va shirin nimaligini bilib o'tdik biz. O'tdi qancha g'alag'ovurlar, o'tdi qancha baxtiyor kunlar. Endi esa pullar duoda omad olib kelsin kuyov va kelinlar.
Bolalarimizga aytaman iloyim. Bizdan da baxtli yashasınlar. Xush ko'rdik, hammalar xush ko'ribsizlar. Endi baxtli odamga baxt tilashni o'zi bu nodonlik. O'zi baxtli. Faqat qarsak chalib qo'ygan. Ko'rsangiz. Cheksiz koinotning cheksiz hukmdori yaratganga tashakkur, ko'rsatganiga shukr. Mana to'ylarda ko'rishdik. Yana to'ylargacha omonat dunyoda omon bo'laylik. Olmuş takılletmeyi tortinmeyi. Yani şeylerden ne gibi demişti. Olmuş takılletmeyi tortinmeyi. Kelever eşikni açıp yo'qlaganing bayram yo'lingga kutib olay dillarni sochib. Ukalaring 30, 40, 50, ho 20 turar narida 10 beg'ubor hech gapga kirmas o'ynar qishning oppoq qorida. Endi bizlar qadrdonlarimiz, mudom endi birga bo'lamiz. 70ni ham Xudo xohlasa birgalashib kutib olamiz. 80, 90, 100ga yuzlashib asotsin keksayib qo'lga omon bo'lib, sog' bo'lib do'stim. Asr oshi tarqating elga. Sog' bo'linglar. Endi bugun mana chiroyli bir har yerdan mehmonlar kelishgan. Bunlar nima deydi? Odatda mana shu davra ochilganligida shoh-suron boshlanib ketadi. Bugun unaqa bo'lmaydi. Bugun qandaydir boshqacharoq mana shu bayir musiqa bo'lib turadi. Bir 10 minutdan keyin biz navbatni ta'lim so'zlari bilan boshlaymiz. Rahmat, xush kelibsizlar hammalaringizga. Sizlar ham hay? Başlan. Yaşılab alın, yaşılab. Andalı tağın günü periodasında mol yurtta vanımızı açacak, vanımızı açacak. Bir dövre kişkinemez, bir kette stüdyonda dövre oturdu. Dürlü vilayetlerimizi, dürlü tumanından halk geldi, insanlar geldi. Kim için geldi? Burhan diyen bir kalbi genç, yürekli taze, sözü bilen yüreğine gitsin. Bir söyledi o insanı da olan güne geldi. Niye 60 yaş jubileyken, Kudayım 60 yaş kadamı kutlu olsun. Yine 3. yaşını görsen, ailesi bilen müstehkem olsun, evladı bilen sağlam olsun. Vallarını, evladının rahatını görüp, devletli insan olup, yurtun fahri olup, milletimizden üzerine çıkıp, sağ aman yürüsünler. Hiç kaçan, vanına karamayın. Halka karan boktursun ama. Yaşan. Bereket versin. Hemen içine, Özbekistan'daki her fukara içine. Özbekistan'da yurtta fahri olsun, yurtta fahri olsun. Hay rahmat. Sağ gidin. Bir şiir hem aytib bersangiz zo'r bo'lardi. Bormi shu? Hay? Ahmet. Rahmat. Yapıyor. Açık verin. Benim karakterim. Orta cepte dike koyup öldürüne bir sırayla çıkarttı. Şey çıkarasın lan. Bunda göreyende Şevket Bacanov da çıkarabilir. O Şevket Bacanov deb yazarsanız çıkar. Televizorda görürsünüz. Her kardeşlik. Hadi gelin. Kastım değilsin ya. Geçemem. Böyle yapacağım olur.
Var şey. Al bola dedi. Odamlar yanına bir aytib berasiz. Olur ki rasal. Yürü. Uyda görüp oturaman. Krupni qiladi, krupni qiladi. Tamam Şevket aka. Chiroyli narsa ishlayali. Albatta. Taraktayda. Sizga ajoyib bo'lib chiqsin. Burkon akaga tilaklar bo'lsa aytib bering. Mehmet aka. Bu отдельный. Yaxshi yo'qmani uni, gapirmayman. Yo'q, o'zi bir yaxshi odam. Yangam bilan qo'sha qarasinda baxtli bo'lsin. Albatta. Muzokaralarni ko'raversin. Yaxshi ko'pchiklarini omadini bersin. Nurlari ziyoda bo'lib bizga qatnashishdan qo'rqmasin. Baxt omad. Rahmat. Katta. Bilmading? 2 yosh baxtli bo'lsin. Shikatsizlar hammalari. Shikatsizlar. Yaxshi dam olib o'tiringizlar. Yaxshi dam olib o'tiringizlar. Yuring, qayerda yuring? Shundan chiqdimi? Telefon shundan. Qo'yib beraman. Uyda ko'rib o'tiramiz-da. Vallahi ko'radi. Bir Burkon akaga bir yaxshi tilak bildirib bering. Hocaga, Burxon akamga bir yaxshi niyat qiling deyapti. Hojaga. Xonaga Burxon akam uyda ko'rib o'tiraman deyapti-da, yana Xorazmda. Majdaga gapiring, Majdaga. Gapiring. Burkon akaga bir yaxshi tilak bildirib bering. Burxon akaga. Yaxshi niyat qilganimizni niyatiga yetsin. Bu yil munchalik ekan,
Uşak karısı, nişan yaşından tabrikliyiz. 60 yaşından değilse Hayır. hamasından tabrikliyiz. Nima yaxshini yapsın deyapti. Sizlar ham shunday yaxshi kunlarda, shu yubileylarni. Ertagami? Biz ertaga boramiz. Bu YouTube'da chiqadi, bir ajoyib kino bo'ladi bu. Uyda montaj bo'ladi ba'li. Ajoyib narsa chiqadi. Chiroyli narsa chiqadi. O'zingizni bolalar ham uyda ko'rib o'tiradi. Apa jadi yang mesti Seni Xorazmdan mana 1100 kilometrda shunga chiqasizlar. Qancha ketadi? İskender aka siz ham keling. Mana Xorazmdan yo'qlab kelgan do'stlar, qani kelingizlar. Lekin bitta shartam emas bu, iltimos iloji bo'lsa Xorazm shivasida bitta tavsiya bo'lsa. Chiroyli shiva, deymi? Assalomu alaykum. Hurmatli davra qatnashchilari, vaqtli kecha qatnashchilaringlar bugun shunday bir vaqtli ayollar Peygamber yaş 63 yaş çekilsinler. 70 yaş jubileylerine birlikte uspesi nasip etsin. 83 yaşlık aylıklarını verip oluş nasip etsin. Bunlar kalırsa 100'e gitmeye birlikte şu tebrikler. Dumba mazhabından da fazla gelip olsa tebrikler oluş nasip etsin. Kalan şu yerlerini şu yaşam iyi etsin. Fakat yakışıklarına böyle geceler. Bu kamera doğru oluşumuzda sağlığı bakıyor. Onun bilen bir yok yaş sebep 15 yıl toplamda çalışıyor. Doğru olup dost olup fabrikete götürüp fabriketelerden uzak olsun, efendim olsun. Bizden bir parçalarımızın fabrikete götürsün. Kamu satsanım olsun. Ailelerinize tişri satılık, sağlık selamet edilmeler. Rahmet ekler. İskender aka mı? John, sizden yapıştırdınız telegrafı tutmuyor. Bir tane biliyorsun. Assalomu alaykum aziz to'y qatnashchilar. Hammaga qiyvamiz xorijimda yeridan alaydan salom. Qarang, mana ilohiy do'stim orqali do'stimni
Bu 60 yaş insan için mübarek yaş. Sebebi, babanın bayağı yetişip hazır karar dövrede oğulları neticede tesirden yazıp tesirden tam taktı. Bir de episan yok. Demek vatanı, ananı hürmet kılıp tüm değilge tasınıktı. Oğullarınıza, ana bulup bölgen terbiyenize milyon mertebe rahmet. Kalaversek Karen, dostlarının Özbekistan boyunca da her bir vilayetten tabiat koynunu aktif oturttu. Kudayım tabiatınız şimdi müstakil saf havalı aile bulup aranıza aktif bir disiplin emekleri insanı Kudayım Burkan Ağa, Burkan Ağa, ailenin mukaddes sütununun meyvesi menajin gibi oladı. Kudayım aileniz bilen sağ olun, evlat bilen sağ olun. Oğlunu, kızını, evladını, kudalarını, dostu yarına izzetinde olup, yurtunu farklı olup, yüze gelip, devletiniz taşıp, evladınız gururlu olup, gelecekte evladınız yurtlu başkanının dereceye gitsin. Kalaverse her kimin ailesi sağ olsun, evladı sağlam olsun, kiminin perzenti olsa, birbirisinden baktı olsun, dünyamız piş olsun, İşin 60 yaş gibiyle Kudayım nesip kılaversin, yaşların yüze girsin, devletin dostsun, hemmeniz harazına varın. Rahmat, elimde nima deydi? Yo'q, men bilmadim qancha ekanligini, Xorazmdan buyurgisi lekin arzon emasligi. Ulug'bekka bering, Ulug'bekka. Qani Ulug'bek. Jon qo'shilmay bitganda o'zim Ulug'bekka navbat beramiz. Xorazmdan ha? Assalamu alaikum. Hürmetli şu kayıtlı devrenin katlaşçıları şöyle bütün Respublika boyunca hemimizni yig'ib turgan sababchisi Kurbanbaylan Hurmatay Başkaniki yok. shunchalik etib hammamizni boshimizni biriktirib şöyle bir acayip bir meskene yığıp şimdi aldığımıza naz nimet dasturxon yazıp tuttular, katta rahmat. Bizani do'stligimiz Burxonboy bilan bir 5-10 yil burun Hazreti Davud birde tağının üstünde başlangan do'stlik. Bizani şu tağının üstünde Allah Teala'nın yüzü uçlaştırgan. Şundan bana bizani do'stligimiz bir gün bosam söyleshgan günümüz yok. Do'stligimiz şu derece acayip olup devam etib geldi. Xudoyim şu ömrümüzün ahirine doğum, şu do'stlikni ebediy tutib, meros qilib bolalarimize kaldırmakni Allah Teala müyesser etsin do'stlar. Bizani arkamızdan qalayotgan farzandlarimiz devam ettirsin şu işni. Hozir İskender ağam, Bachchan ağam bir yaxshi bir tilaklarni bildirdilar. Bizlar ham do'stlarimiz bilan ko'hna Xorazm diyoridan hammangiz aylangani salomlanib kelamiz. Ilohim yurtimiz tinch olsin. Bolalarimizni oldinda sog' salomat bo'linglar. Yaxshi kun to'ylaringizda, yaxshi kunlaringizda kelib tabriklab o'tirmak hammamizga muyassar etsin. Bu orqali İnşallah o Adana'da sağlık istedik. Bir arzum savunmamız var idi. Ruhsatlarımız ile tabii ki. Hayır, arkadaşlar.
Başka insan bu. İnsanga hem işe hem taraflarına vakit vermez ekan. Yine geldik. Bana ab havası şunday kuş manzara yer. Bana ben şunday bir akıllı kuşlu farzandlar hammasini shu doim shu yaşlı kuda nima qilgan ekan, nasib qilgan ekan, hamisha baxtli bo'ling. Rahmat, doim shu 70, 80, 190, 100 yil vaqtidan shu tabriklar o'tiradi. Hammani tabriklayman. Hamma shu qishloq hammangizni. Rahmat, Atanazar aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dostumuz Burhan bana 60 yaş şükran etimi. Şükran şununla tabriklayman. Uzak ömür. Hurmatlarla şükürçe farzand nevaralarni voyaga yetkazib shularni rohatini ko'rib har doim shu do'stimni kelib chiqsak yo'la to'ya chiqadi. Ana shuncha xalq yo'q. Shu farzandlarni shunga yaxshi tarbiyalanib shularni mevasi nevaralarni shunday tarbiyalash olib qo'shib ulardan ham shunday 100 yoshli yerlaringizni nevaralar o'tirib turganlar bizdan xalq ham qatnashib tabriklar uzoq umr yana bir bor Endi men yechim ro'paring so'zimcha ishlatdim. İkkalamiz do'st bo'lgandan keyin shuncha do'stlarni orttirdik, ishonavering. Sani yo'q. Sani yo'q haqiqatda Burxonda o'lurmi? Yine dostlarım, Burxonning dostlarim, meni dostlarim, meni dostlarim. Sizlar bir ajoyib insonlar bilan tanishmoqni Alloh taolo bizlarga muyassar etdi. Zafarliklar, jo'rlarim, yine xizmatda. Hammasi dostlarim shular. Burxon orqali tanishganman. Burxon Xorazmga borsa buni sanaksiz do'stlari ko'p. Ardına chiqib kutib oladilar, yine o'zi aytsin. Hurmatay ham shu gap. Hurmati Xorazmdan juda baland. Buni dugonalari ham ko'p. Hozirlikcha salom aytib berdilar. Hurmatay Xudoyim yaxshi kunlarda bordi keldi, ko'rishgani nasib qilsin. Hammangizga uzoq umr tilayman. Yurtimiz tinch olsin. Sağ selamet olunlar. Sizlerle bir yaxshi insanlar bilan, yaxshi bir qishloq ahli bilan danışkanımızdan behad xursandmiz. Qishlogimizga kelsak, her qadamda bir tanishimiz, ya bir do'stimiz yo'qishadi. Rahmat hammangizga. Sağ selamet olunlar. Buradan 100 yoshlarga birgalikda girmakni nasib etsin. Jo'rlarimiz bilan birga qo'sha qarib yeyib yaziladi hammamiz. Rahmat dostum, selamat aleyküm. Yine Şevket Ege. Assalomu alaykum. Shunga Qaraqtay qishlog'ini aholisi bize bitirganda shu Qaraqtay qishlog'ining hammadan chiqdik. Burxon aka bizlarga shu Qaraqtay qishlog'ining manzara joylarini ko'rsatdi. Keyin shu nimalardan Qaraqtay qishlog'ida o'zimda kino ishladik. Hozir rasmotlarni yaxshi o'qib Burxon aka sizning 60 yoshga chiqsiz, avvalo shu hurmatlarni qo'shaman. Yine bir ajoyib yurtdoshimiz bor, ajoyib farzandlarimiz bor. E'londa xizmat qilibdilar, shular eng xizmatidan charchamasin. Siz vaqtingizni sog' salomat bo'lib kasbga barakat topib, topgan tuqqanlari yaxshi uylarga, to'ylarga, bolalarni to'ylarga yine sizin bugungi yubileyinizde sizin en yakın adamlarınız ikram oldu. Özbekistan'da her şekilde gelip size şu yaxshi tilaklarni bildiramizda yig'ilib o'tiribdilar. Bizlar elektrik may kuni asr tutdik. Yine niyatimizga yetdik, geldik, nasibini uchrashdik. Xudo xohlasa shu size shu Alloh taolodan neki bir yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar o'tirib tilaymiz. Ömrünüz güzel olsun. Hoşça kalın. Sağ selamet olun.
Endi to'ng yaxshi Xorazmnikiyu Qorako'l qani? Qorako'l kelsa barda mana. Chunki komplekt bo'lgani yaxshi edi-da, lekin baribir rahmat. Endi Xorazmdan belgisi boyan gapim davom ettiraman. Qancha yo'l qilayotganligini bilmadim. U har qanday arzon emas. Odamlar keyda aytib beraman. Shular muxlislar Xorazmdan kelgan mana bu ko'rib turib mashlarni telefonga boshladi. She'rlardan so'rab ular keyinroq aytib beramiz. Chaqirib bor. Lekin endi maza qilib o'ynamay ketish bu o'yin. Oqlamaydi o'zining gapi qisqasi. Mana Xorazmcha qo'shib qo'yib beramiz. Davramizga Xor azim deyiladi o'zi. Bu degani ulug' shahar degani ekan. Davramizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Do'stimizni Xorazmlik do'stlar bilan taklif qilamiz.
Roşet'te olurken ilk kez yaşayan bulduktu. 80'lerden aşıp, 3'lerden aşıp gitsen, bu hazır düşünüyorum bu geldi. Lekin şu yaşayken düşünmedim. Hazır, hemen bu geldi çıktı. Lekin barda hanımız öğrenmeye yapıyoruz. Bahtiyarcan, Barnafa, Şadiyar, kız uzatış demek asıl. Aynı arada şeylerini eklemek, bu hızla başlıyor. Kız uzatış demek asıl, künlük boşak koyar. Keçe günü tuğrukturken, uyuyup boşak koyar. Farzandlikni kamoli, dilga quvonch soladi, dadam keldi degan so'zlar armon bo'lib qoladi. Baxtli bo'lsin, baxtli bo'lsin, baxtli bo'lsa kuyov ham qani o'g'il bo'lib qoladi. Kuyovga suyanganlarga man juda ko'pini ko'rganman hayotda. Kuyov yo'q degan ahmoqlarni gapi. Qani, kelinglar, qani, Baxtiyorjon, Barnoxon, Shodiyor kelsin. Kel, Barnox, boyaga sovg'alarga topshirib qo'ying. Qani, undan keyin biz sekin mana do'stlar o'tiribdi, qarindoshlari o'tiribdi, kelin o'tiribdi tepada. Men kelinga juda mehr bilan qarayman. Albatta kelinga so'z berishimiz kerak. Qani, Barnox, kelinglar. Kutyapmiz. Baxtiyor, qayerga ketdi mana? Sovg'asini qo'ygan o'zlari qayerga ketib qoldi. Endi otamni ko'ngli to'lsin, onamni ko'ngli to'lsin deb yengib yugurib nima deydi? Xizmatini qilyapti. Mehmonlarni kutyapti, kelganlarni kiyinglar deyapti, ketganlarga xush kelibsizlar deyapti. Shunisi qayerda? Menga Baxtiyor sizga odamlar ko'rgan. Babasini bolasi. Qani do'st topasiz. Akbarjon. Sizlarning duolaringiz ostida mana shu farzandimiz. Babasini bolasi bu. Babasini bolasi. Babasini ko'piyasi. Chevarlarga gapti, devorlarga gapti. Topgani shuda endi 60 yoshda. Qarsak chalib qo'yinglar. Ey Alloh.
Dadam bilan opamni 60 yillik payg'ambar yoshlari munosabati bilan yig'ildik. Shu fursatdan foydalanib, dada, opa, doim sog' salomat bo'lib yuringlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Har doim shunaqa bir-birlaringizga yelkama-yelka bo'lib, farzandlar rohatini, nevaralar rohatini, ko'nglingiz to'lib, rohatlarini eshitib ko'rib yuringlar. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ringlar. Shunaqa davramiz kengayib, hattoki chet eldan mehmonlarimiz keladigan bo'lsa, xush kelibsizlar hammalaringizga. Tabriklayman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Dunyo keldingizlar. Avvalo, assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Xush kelibsizlar. Ko'rdik. Bosib kelgan qadamlaringizga salom. Dada, opa, har doim vaqtimizga sog' bo'lingizlar. Alloh bergan umrni xursandchilik ila birgalikda ko'rishni nasib etsin. Farzandlarni eng so'raydigan narsasi ota-onaning sog'ligi. Har bir farzand shuni xohlasa kerak deb o'ylayman. Katta sovg'a sizlarni bizga sog' salomat yurganlaringiz, xursandchilik ila hamma vaqt xursandchilik tark etmaydigan variantda yurganlaringiz biz uchun muhim. Farzandlar nomidan, kuyovimiz nomidan arzimiz bo'lsa ham kichik sovg'amiz. Birinchi navbatda o'zlaringizni sog'liklaringiz bizga muhim. Kichik bo'lsa ham shu tadbirdan keyin Xudo xolasa bir san'atlarga bir dam olib kelish. Xohlalar. Tabriklayman. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bu dadam tug'ilgan kuni bilan dadajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Onajon yoshingizga yosh qo'shilsin. Doimo yonimizda bo'ling. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Dada, opa. Omon bo'linglar. Hamma yaxshi tilaymiz sizlar uchun. Umringiz uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Barchalaringiz xush kelibsizlar. Oyijon, tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim Allohim bergan umrni chiroyli, mazmunli, barakali kechiringlar. Biz farzandlarimiz rohatini ko'rganda sizlar ham bizga bosh bo'lib, rohatlanib yuringlar ilohim. Yuzlar bilan yuzlashganda ham hamma davramiz qatorda ham bo'lib o'tish nasib qilsin hammamizga. Ilohim uzoq umr bersin. Doim sog' bo'linglar. Yuzlaringizdan hech qachon Assalomu alaykum. Barchalaringiz xush kelibsizlar. Mana bu yig'ilishimiz sababchilari Oyjonimiz, Dadajonimiz. Tavalludingiz muborak bo'lsin. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Barcha yaxshiliklarni siz uchun, sizlar uchun, sizlar yaxshi ko'ramiz. Hamisha bizni rahmatlarimizni eshitib, bizni nevaralaringizni ardog'ida yuraveringlar. Hajlarga borib, hojidan hojatda bo'lishlar nasib qilsinlar. Sog' bo'ling. Tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'linglar. Tabriklayman. Hozir qilgan qo'ying. Tabriklayman. Hajlarga borib, sanatoriylarga borib, zo'r joylarga borib keling.
Ana qilayman. Sog' bo'ling. Shu yo'llaringizdan maslahatga o'tirib, yig'ilib har doim tarixni nasib qilsin. Hozir barcha sog'lig'ingizni, o'rnatligingizni. Rahmat kattalarga hamma. Endi baxtlar hamma yaxshi gaplar yaxshi bo'lib qo'shib qo'yganmi? Bu gaplarga qo'shilmadiki, ota buvani yana bitta gap bor. Otang tirik, ishing yirik deb qo'yamiz. Muzgina oyog'ini varaqaga. Oh,
canım kirekli Yemedeyni olmayanı Tek canım kirekli Yemedeyni olmayanı Seni kızdan ayrılsan Tanrım yapacak Yüzlerin gelmişecek Saatin gelsin acayip Seni kızdan ayrılsan Tanrım yapacak Seni kızdan ayrılsan Tanrım yapacak
Mayısız tuzum ya Gitmeden çağımda Ne vardı tuzum ya Mayısız tuzum ya Mayısız tuzum ya Gitmeden çağımda Ne vardı tuzum ya Benim başım Sizden bırak geçiyor Yaşayın kışlayı Duyma havayı Muhabbetliyim Aklım aldı Toprak oldu Her aslanın hayal oldu Kerman kara Saçlarım kara Caman tıbraylı sana gözleri kara Canım aldım Toprak aldım Her aslanın hayal oldu Kerman kara Saçlarım kara Caman tıbraylı sana gözleri kara Kenarın toprağına Sen yanımda al Söyle gönderme Bağdatlı bağ Kızım oynama Beni oynama Sen özüne Çürem beni baylama Canımda al Sen yanımda al Söyle gönderme Bağdatlı bağ Kızım oynama Beni oynama Sen özüne Çürem beni baylama Benzenen aldınız mı? Benzenen